Qadirli ko'rman do'stlar, izlash sog'lom hayot programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Izlash sog'lom hayot programmamiz ko'rman do'stlarimizning har xil kasalligi bo'lgan ko'z qarashini cho'nqurlashtirish, kasallikning oldini olish, shundaqla davolashga bir kishilik to'kib qo'yishni asos qilgan sog'lomlik programmasi. Bu programmamızın hər bir sanıda aldı bilan biz kasalliklar haqida məxsus doktorlar bilan söhbətdə bulunuz. Onundan keyinki sağlamlıq taamlar səhifəmizdə bolsa, şu kasalliklar yeyishga mos keladigan taamlarning etish usulini öyrətimiz. İzləş sağlam hayat programmamızga Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanası alayda yardım qilgan bo'lib, bu doktorxanadagi tajribasi mo'l kasbiy doktorlarni sava so'zlab berishga o'rlashtirib berdi. Shu munosabat bilan Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanasiga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Undaqda sevimli do'stlar, bugungi tunji son izlash sog'lom hayot programmamizda biz yurak kasalliklarida ko'p ko'riladigan tajizimon yurak kasalligi haqidagi savollarni o'rganib o'tamiz. Aldi bilan programmamizga qatnashgan doktorni tunishtirib o'tsam, Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq 3-cü xalq doktorxanası yurak tashqi bo'limidan aspirant mas'ul varaj Mirahmat doktor. Xush kelibsiz Mirahmat doktor. Yaxshimisiz. Bugun biz yurak kasalliklarida ko'p ko'riladigan tajizimon yurak kasali haqida to'xtalmoqchi. Undaqda tajizimon yurak kasali degan zot nima? Tajizimon yurak kasali odatda bu yurak kasalidan nihoyat ko'p ko'riladigan bir kasalliklardan biri. Odatda tajizimon yurak kasali shu yurakninki o'ziga shu to'xtamay so'qishi uchun qon ta'minlaydigan tajizimon arteriya tomirininki shu tomirninki tomir qetish yoki qon oksiz shaklinib tomirni to'sivlash yoki tomirninki yerilib ketish shunday har xil sabablardan keltirib chiqargan tomirning tarib ketish ham tomirning to'silib qilish sababidan shu yurakninki muskulga qon yetishmaslik, oksigen kam bo'lish hamda yurak muskulininki o'lish sababidan shunday mayda og'riydigan, nafas qiladigan, shunday qatorliq bir qadar alomatlarni keltirib chiqaradigan shunday bir xil kasal. Unda biz oddiyroq qilib aytsak, bu shu tajizimon yurak kasalligi degan amaliyotda yuragimizdagi tomirdagi ba'zi bir kasallik ahvollar keltirib chiqargan shunday kasallikka shunaqku. Undaqda tajizimon yurak kasalining kelib chiqish sababi nima? Tajizimon yurak kasalining kelib chiqish sababi nihoyat ko'p, ham nihoyat murakkab bo'lgan bir xil murakkab kasallik hisoblanadi. Odatda buningki sababini aytgan vaqtda odatda ikki turga bo'linadi. Birisi kontrol qiyin bo'lgan sabab, yana birisi kontrol qiyin bo'lmaydigan sabab. Yani kontrol qiyin bo'lgan sabab deganda birinchisi yuqori qon besim. Ko'pincha kasalliklar odatda yuqori qon besim sababidan tomirning qetishini keltirib chiqaradi. Ikkinchisi qondagi may yuqori bo'lish. Andan diabet kasali qatorliq kasallar. Andan semizlik, harakat oz bo'lish qatorliq sabablarmi tajizimon yurak kasalini keltirib chiqaradi. Bundan boshqa turmushimizdagi bir qism nachar odatlar, odatda tamoq chekadigan, ko'p aroq ichadigan, yemak-ichmakdagi nihoyatda moy miqdori ko'p, tomoqlarni ko'p yeydigan, harakatni oz qiladigan shunday sabablar tajizimon yurak kasalini keltirib chiqaradi. Yana bir xili kontrol qiyin bo'lmaydigan sabablar. Kontrol qiyin bo'lmaydigan sabab degani birinchidan jins. Jins degani odatda tajizimon yurak kasali shu erlarda ko'rilish nisbati ayollarnikidan yuqori. Odatda nisbat bo'yicha aytgan vaqtimi 3/1dan 5/1gacha. Yana birisi yosh, yeshi. Odatda tajizimon yurak kasali shu 40 yoshdan oshgan odamlarda ko'rilish nisbati 95%ga yetadi. Lekin hozir yaqinqi mezgilda ba'zan sir yashash qarab izlandi. Yana birisi ba'zi irsiy xarakterlik yoki shu oilaviy xarakterlik kasal. Ya'ni oilada nurg'un irsiy xarakterlik kasallar bo'lish yoki yuqori qon besimi shu ba'zida irsiyat qilib qoladi. Diabet kasali, shunday qatorliq irsiy xarakterlik kasal sababidan kelib chiqqan shunday tajizimon yurak kasali. Bu odatda shu kontrol qiyin bo'lmaydigan sabablar qatoriga kiradi. Naqta siz shu diabet kasali, yuqori qon besim degandeklarni so'zlab o'tdingiz. Qarab baxsam asosan shu bizning yemaklik qurilmamiz bilan munosabatlikda qilib turadi shundaqmi? Odatda yemak-ichmak, turmush odati shu kasallikni keltirib chiqishniki cho'ng omil hisoblanadi. Undaqda tajizimon yurak kasalligi giribdor bo'lgan odamlarda qanday alomatlar ko'rildi odatda? Tajizimon yurak kasalida asosliqi birinchidan tipik aloyidligi asosliqi mayda og'rish. Mayda og'rish deganda asosliqi shu odamning maydasidagi to'sh sumakning kayni odatda xuddi bir narsa bilan besib olgan o'xshash og'rish. Hamda shu og'rish bilan tang odamning murisi
belki sol tarafdaki Tilip mürsi, ağrışı. belki hatta şu parmaklardan tartıp aslında tilip ağrış. Bu nihayet tipik alayetlik. Adette müşünde alameti varla köpüncüsü birinci inkaz çoğunmuş tacizman yürek kesini guman kılış. İkincisi adette bazı bir tipik bulmağa alametler oldu. Mesela tipik bulmağın degine belki meyde ağrımay qo'sqa ağrışı mümkün. Şunaqa. Çiş ağrışı mümkün. Yoki boyan adette dümbüsü yoki bo'lmasa boshqa shu ostki enak taraflar ağrıydigan ishlar yuz berdi. Shu bunda tipik bo'lmagan alomatlari ko'pincha holatda tacizman yurak kesilini diagnoz qo'yish yoki gumon qilishni qiyinlashtiradi. Uchinchi xil alomatda hamda yurak so'qishi jihatdan ritmini buzitish, ritmi qalayim qilish, qalayim qon so'qilgan. Endi ig'ir bo'lgan vaqtda yurak tuyuqsiz to'xtab qolib, aynib yiqilib tushish. Bunday alomatlar odatda ko'pincha ko'rilgan. Ba'zida yaqinda ko'pincha holatda tuyuqsiz yiqilib tushib bo'lib ketibdi yoki shunday hodisalardan ko'rilishi ko'pinchasi tacizman yurak kesilining sababidan kelib chiqadi. To'rtinchi xili odatda ba'zida ağrışı yo'q, lekin mayda siqildigan yoki nafas siqildigan shunday yurak zaiflash xarakterlik shunday alomatlar. Odatda shu alomatlar odatda tacizman yurak kesilining alomati hisoblanadi. Demek siz bayda ötüp ketken alametler görülse, mesela aşqazanımız ağırsa biz faqat aşqazanını ham tekşirtmesden berip yürekni tekşirtip beqishimiz gerek şunaqa. Ya çoxum shunday qilish kerak. Burun shu bizning bölümde bir kesel ko'ralgan. Shu 52 yoshlik bir adam odatda shu to'xtamay oshqozon og'riydi. Bu oshqozonning og'rishi tomoqninki yeyish ritmi bilan munosabatsiz. Tomoq yegandan burun yegandan keyin hech qanday bilan munosabati yo'q. Shunlashqa u oshqozonimda masala chiqibdi deb o'ylab, shu hazm qilish xarakterlik ashunda davolash bo'limida yotadi. Yetib bir oyga yaqin davolanibmi, hech qanday sababini topolmaydi. Hatto oshqozonga aynak silib, tekshirish, davolash qatorliq ishni ilib berib, davolash ilib basma hech qanday saqish bo'lmaydi. Keyin andan keyin bizning bo'lim kelgandan keyin biz 52 yosh hamda yeshimi odatda shu tacizman yurak kesilinininki xatarlik omillari qatorida kirdi. Shunlashqa oldi bilan shu tacizman tomoni bir tekshirib beqish taklifini bergan. Shuning bilan tacizman tomoni tekshirsak, tacizman tomoninki asosli 3 ta tomoninki ig'ir darajada tarishvalik. Shuning bilan odatda bunga nisbatan biz tashqi bo'limda operatsiya qilib davolash ilib bordik. Davolashdan keyin andan oshqozonni o'ngshildi. Shuningcha bu ba'zi bir alomatlari balki tipik bo'lishi notayin. Unaqda tacizman yurak kasalliklari bemorlari qanday davolanish kerak? Tacizman yurak kasallari bemorlari tacizman yurak kasali deb diagnoz qo'yilgandan keyin davolash jihatdan ikki xil. Birinchisi dori orqali davolash. Ikkinchisi operatsiya orqali davolash. Dori orqali davolash deganda asosli birinchidan odatda qon o'sishi shakllanishini oldini oladigan aspirin qatorliq dorilarni yeyish. Yana birisi yurakning so'qishini tushiradigan, yurakning ko'p harakat qilib ketishini oldini oladigan. Andan keyin qondagi mayni tushiradigan hamda tomirni kengaytiradigan dorilarni yeyish kerak. Bu odatda ikkinchi darajalik oldini olish xarakterlik dori deb ataladi. Yana birisi endi jo'ng'ichi dorilar. Ba'zi yurakni tinchlantirish kapsuli, yurakni qutqizish kapsuli, tomir kengaytirish kapsuli degan o'xshash dorilar odatda shu tomirning qaytishiniki oldini oladigan dorilar hisoblanadi. Endi operatsiya orqali davolanish jihatda endi ikki xil. Umi ichki bo'limda davolash ham tashqi bo'limda davolash. Ichki bo'limda davolash deganda asosli shu jeru usulda endi pichoq bilan kesmay odatda tomirni shu to'riq qo'yish orqali tomirni tarib ketgan yerni kengaytirish ilib boradi. Odatda bu nihoyatda ko'p ko'riladigan bir davolash usuli hisoblanadi. Yana birisi tashqi bo'limda davolash. Odatda tashqi bo'limda davolash shu jeru usulda hal qilinmagan. Ba'zida tarish nihoyatda ig'ir. Endi taraygan tomirninki soni 2 yoki undan ortiq ig'ir darajada tarib ketgan bemorlarni odatda tashqi bo'limda shu ko'rik silish operatsiyasi ilib berildi. Shu orqali andan axsida
davalash maqsadiga yetgan oldi. Biz odatda yurakka terak silishni bakrak biladi ekanmiz. Yurak terak silish bilan ko'rik silishning qanday farqi bor? Odatda terak silish ham deb aytgan o'xshash birinchidan jer usul. Hech qanday yerni kesishning hojati yo'q. Hech qanday tartib ishlar yo'q. Odatda asosli shu tomonninki ishiga ham shu to'rikni silib, biroqla shu tomonni ishiga tarib ketgan kengaytirib bor. Buni shu to'rik qo'yish usuli deymiz. Ko'rik silish degan gap odatda bu tomonninki tarib ketgan yerni emas, balki putdan yoki boshqa yerdan yangi bir tomir ilib, odatda shu tarib ketgan yerdan boshqa shu osti-ustidagi tarafni ulashilib bor. Yani aş tarif ketken yani yeni tomir orqali atlab o'tadi. Hozirmish xabarlardan ko'ryapmiz, yurakka terak silishning bahosi tannarxi tushdi deydigan shunday xabarlarni ko'rdik. Bu haqiqatan ba ahvolmi yoki zodi qanchalik darajada tannarxi tushgan bu? Hozir shu 2021-yilda shu 1-oyning 1-dan boshlab shu davlatimiz Malbaha ministerligi bevosita shu terakniki bahosini kontrol qilib, bahosini shu zavoddan chiqqan asli tannarxi bo'yicha fuqarolarga yetkazdi. Odatda bu terak silishniki odatda davlatimizda ishlab chiqargan tannarxi odatda 400 yuandan 500 yuangacha. Chet elda ishlab chiqarganniki odatda 700 yuandan 800 yuangacha. Odatda burunqi bahosiga qaraganda nihoyatda zo'r aslida. Shunday. Burunlarda masalan yurak terak soludi desa, askan bir 200-300 ming pul tayyor bo'lmasa, xuddi salamaydigandek shunday holatda bo'lib qoladi. Shu mening esimda qilishicha, bizning burun tuqqanlar ashdaq yurak terak sog'izgan vaqtida 100 mingga yaqin pul ketgandi. Demak, hozir tannarxi biraqlam tushgandan keyin xeyli jiq pul iqtisod bo'ldi degan gapmi? Albatta, burun odatda davlatimizda ishlab chiqargan bu terakniki bahosi odatda 8 ming yuandan 10 ming yuangacha chiqdi. Hozir odatda 400 yuandan 500 yuangacha tushdi. Bir terakning odatda bir kasalliklarga birli terak qo'yamdi yoki ba'zi ahvollarda bir qancha teraklarni qo'yish mumkinchiligi bormi? Uningki odatda tarif ketgan shu uzunlikqa bog'liq ba'zida 2 dan 3 gacha terakni bir vaqtda qo'yilgan ish yuz berdi. Demak 8 ming, 10 ming tannarxidan hozir biraqlam 800-900 ga tushdi degan gap shundaqku. U narsa azlabdi ha. Odatda chet elda ishlab chiqargan terakniki burunqi bahosi odatda 20 ming yuandan 30 ming yuangacha. Bir terakning bahosi. Hozir odatda 700 yuandan 800 yuangacha. Demak bahosi odatda necha 10 tushdi degan gap. To'g'risida tushdi. Rahmat doktor, hozir to'rlarda diqqat qilsak, nurg'ulg'an salonlarda tojsima yurak kesiliga siz oldirab terak qo'ymang. Siz ma dorini yoki ma'lum bir yemaklikni iste'mol qilgandan keyin shu tumorlarning qetishi asliga keladi, tumorlar o'zigidan echildi deydigan shundaq bilim savodlarni tashviq qilish avjiga kelib ketdi. Sizningcha mushu so'zlarning ilmiyligi bormi? Odatda shu tojsima yurak kesilini davolash usuli jihatdan aytdik, shu dori orqali davolash ham operatsiya orqali davolash deb. Bir qism dorilarni ishlatishni dedik. Lekin bu dorilarning hammasi asosliqi oldin olish xarakterlik dori. Oldin olish xarakterlik dori deganda asosliqi ular tomirni kengaytirish, ham ba'zida tomir ketishni oldin olish qatorliq usullar orqali shu kasallikning ig'irlab ketishini oldin oladi. U asosliqi oldin olish xarakterlik bo'libmi, ikkinchi darajalik oldin olish xarakterlik dorilar deb ataladi. Endi terak qo'yish nisbatan aytgan vaqtda buningki odatda o'lchim bor, albatta. Asosliqi shu tojsimon tomoni zoyin ishlash orqali deymiz hamda zoyin ishlash orqali tekshirgandan keyin odatda bir tal tomoda odatda 75% o'shiq shuna tarish bor vaqtda cho'qim terak qo'yib davolasa yaxshi. Odatda dori orqali davolasa, ham deganga o'xshash, buningki asosliq tubki sababni hal qilolmaydi. U faqat shu yurak muskul tiqilmasi yoki boshqa ig'ir xarakterlik oqibatning chiqishini ostiltidi xolos. Shunlashqa shuna ig'ir tarish yuz bergan vaqtda cho'qim terak qo'yish vaqtda cho'qim boldu davolash ilib berish kerak.
ikkinchidan ba'zi bir jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasi chiqqan vaqtda tez suratda vaqtida terak qo'yish yoki tomirni kengayish qatorliq operatsiya usuli orqali davolash ilib berib hayotni qutqizish ilib berish kerak. Albatta bunday vaqtda ikkilanishga bo'lmaydi. Demak, terak qo'yish darajasiga yetganda cho'qim terak qo'yish kerak ekan, shunaqmi? Odatda shu terak qo'yish darajasining kamsi o'lchamiga yetgan vaqtda cho'qim baldur davolash ilib berish kerak. Hozir kasalligi tavsiya qilganimiz odatda shu baldur diagnoz qo'yish, baldur davolash, ham baldur oldini olish. Undaqda shu tajsimon yurak kasalliklari oilada nimalarga diqqat qilish kerak? Odatda oilada birinchidan odatda o'ziniki yuqori qon besim, diabet kasalligi, qanday kasallar bor bemorlar odatda oilada yaxshi vaqtida dori yeb, yaxshi kontrol qilish kerak. Buningki eng yaxshi usuli asosliqi oilada qon besim o'lchagich, qon shakari o'lchagich qatorliq asboblarni ilib vaqtida o'lchab turish. Normalsizlikni bayqagan vaqtida doktorlar orqali to'g'risini tanishish ilib berish. Ikkinchidan ba'zi nachar turmush odatini o'zgartish. Birinchidan tamaki chekmaslik. Tamakining odatda yurak qon tomirlariga bo'lgan ziyni nihoyat cho'ng. Biz odatda tamakining o'pkaga bo'lgan ziyni bak cho'ng deydi ekanmiz. Yurakka bo'lgan ziyni cho'ng deganni men tunji qitim anglashim rostga qilsam. Odatda tamakiningki yurak qon tomirlariga bo'lgan ziyni nihoyat cho'ng. Odatda bevosita yurak qon tomirlarining qetishini keltirib chiqara oladi. Shunlashqa tajsimon yurak kasalligininki eng xatarlik bir omil desak bo'ladi. Shunlashqa tamakini cho'qim chekmaslik kerak. Aroqni cheklab oz ichish kerak. Cheklab oz ichish kerak. Bo'lib qon besim, diabet kasallarga cho'qim ichmaslik kerak. Qahlar oz miqdorda ichish kerak. Uchinchidan normal kayfiyatni saqlash kerak. Bo'lib turmush besimini yenikirtish, oson ochiladigan, oson jiddiylashadigan shunday kayfiyatni cho'qim yo'q qilish kerak. Turmush ritmini ritmli holatga elib berish kerak. Turaqlashtirish kerak. To'rtinchidan muvofiq miqdorda harakat qilish ham bu harakatni ritmli holatda kunda davomlashtirish ilib berish kerak. Beshinchidan odatda tomoq yemak-ichmakka diqqat qilish kerak. Shu omillarni oilada yaxshi kontrol qilganda tajsimon yurak kasalligining oldini oldi yoki yaxshi davolash ilib boradi. Endi siz bergan yuqorqi talablar ichida shu yemak-ichmak menimcha bu nihoyatda bir cho'ng, muhim omil. Endi shuni yana bir ishqirlab so'zlab bersangiz, tajsimon yurak kasalliklari bemorlari yemak-ichmak kelganda yana qanday nuqtalarga diqqat qilish kerak? Tajsimon yurak kasalligini shu yemak-ichmak orqali kontrol qilish nihoyatda muhim bir omil hisoblanadi. Yemak-ichmak birinchidan odatda biz tomoq yegan vaqtda shu tajsimon yurak kasali bemorlar odatda 50%dan 70%gacha to'g'ridak yeyish kerak. Hargizmi ko'p miqdorda yeyilib, shunda qo'saqni to'yg'izib olib yeyishga bo'lmaydi. Bunday qilganda nihoyatda tezla shu yurak qon yetishmaslikni hamda shu yurakka oksigen kamchilik bo'lish qatorliq omillarni tezlik keltirib chiqaradi. Ikkinchidan tomoq yegan vaqtda asosliqi tuzsiz yoki tuz miqdori oz bo'lgan. Endi maysiz deymiz ekan, butun may yo'q tomoqni yegan olmaydi, lekin maysiz, may miqdori oz. Endi qand miqdori ozroq bo'lgan shunday tomoqni yeyish kerak. Bu tajsimon yurak kasalligininki birinchi talabi hisoblanadi. Endi qanday kontrol qilamiz deganda asosliqi shunda birinchidan sayko'ktatni jiqroq yeyish. Sayko'ktatni jiqroq yeyish. Sayko'ktatdan boshqa ko'rish tomoq deymiz, qiyma tomoq, u tomoqni oz yeyish. Shu sayko'ktatni ko'proq yeyish. Undan meva tarliqlarni yaxshi tanishish ilib berish kerak. Undan boshqa ba'zi bir oshliq bor. Frontda qo'noq uni, arp uni deymiz. Shunday oshliq tomoqlari odatda o'sha qondagi mayni tushirishga nihoyatda foydasi bor. Shu jihatdan yaxshi kontrol qilish kerak. Yana odatda shu nihoyat ochiq, nihoyat so'g'oq yoki nihoyat qiziq deganga o'xshash odam badaniga ta'siri
gıdıqlışı qurğanımda tamaqını yeyishga bo'lmaydi. Shuni bo'lmasa, nihoyat tezli o'ziniki bearamsizlikni keltirib chiqardi. Daganda tayinsiman yurak kasalliklari bemorlarininki alomatlar qo'zg'aldi. Xo'sh, siz tayinsiman yurak kasalliklari bemorlarining turmushda, oilada, shundaqla yemeklikda diqqat qilgan bir qancha nuqtalarni so'zlab o'tdingiz. Undaqda tayinsiman yurak kasalliklari bemorlari harakat qilgan vaqtida yana diqqat qilgan qanday nuqtalar bor? Tayinsiman yurak kasalliklari bemorlari odatda harakat qilganda cho'qim muvofiq miqdorda ritmli harakat usulini tanlash kerak. Hargizmi burunqi savatga o'xshash jiddiy ig'ir harakatlarni qilib o'zini badanni sog'lomligini saqlayman deyish u mumkin emas. Chunki u kasal allaqachon tayinsiman yurak kasali deb diagnoz qo'yilib bo'ldi. Shunlashqa cho'qim ritmli bo'lgan asti xarakterlik bir qism harakatlarni, masalan, ba'zida ixtiyoriy asti qadam bilan harakat qilish yoki sal tezroq qadam bilan minish yoki bo'lmasa shu maydonda usul o'ynash. Unda taji gumps mesh qilish deganga o'xshash chunki qon yetishmasligini tezlashtiradi. Harakat vaqtini tanlagan vaqtda kunda odatda tushdan keyin, undan kechda keyin harakat qilish elib berishni tanlasa bo'ldi. Ba'zi bir kasallikka nisbatan masalan allaqachon yurak sanjiq chiqdi. Yurak sanjiqi bo'lgan kasallikka nisbatan 3 kun ichida bunday harakatlarni qilishga bo'lmaydi. Undan yurak muskul tiqilmasi yuz bergan kasallikda ba'zi bir kasallikda allaqachon yurak muskul tiqilmasi yuz berdi. Bunday kasallar yarim yil ichida cho'qim harakat qilishni tanlashga bo'lmaydi. Bunday kasallar asosliqi uyda ham degan o'xshash yemak-ichmak, tomoq, o'pajatlar tanshish ilib berib, eng yaxshisi yaxshi orom olish asosliq o'rinda turdi. Shunlashqa erib charchashga bo'lmaydi. Yana birisi harakat qiladigan yerni tanlash. Cho'qim nihoyatda ozod, muhiti yaxshi. Shuna odamga bir xil xo'shallik kayfiyat ato qiladigan yerlarni tanlash kerak. Hamda yer yuziga nisbatan aytgan vaqtda cho'qim nihoyat tuz, egiz pastga qo'lab yiqilib ketadigan ishlarning oldini olish kerak. Shunga tuz, tekshi, yaxshi sifatli yerlarni tanlash kerak. Uning ustiga harakat qilgan vaqtda ham aytganimizga o'xshash cho'qim yaxshi kayfiyatni saqlash kerak. Jiddiylashishga yoki o'ziniki kayfiyati jihatdan normalsizlashga bo'lmaydi. Agar kayfiyat jihatdan normalsizlashsa, odatda yurak so'qishi tezlashib, yurakka qon yetishmaslik, oksigen yetishmaslik kelib chiqadi. Bu tayinsiman yurak kasalligiga nisbatan foydasiz. Undan boshqa yana diqqat qiladigan ishlar bo'lsa, odatda shu ig'ir narsalarni ko'tarishga, boshqa o'zini charchashga albatta bo'lmaydi. Ba'zida yezda shaharlarda cho'nglar bolalarni ko'tarib xohlagancha yuradigan, odatda u chog'da kayfiyati xush bo'lgan ekan, ba'zida yerib charchashdan qo'rqmay shunda ig'ir harakatlarni qilib yurib, aslida o'zini charchitib, tayinsiman yurak kasalligining qo'zg'atishiga sabab bo'lgan ishlar yuz beryapti. Shunga bu jihatdan tayinsiman yurak kasalliklari bemorlariga diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Buludur, rahmat doktor. Bana şundaqla ekran oldidagi ko'rman do'stlarimizga tayinsiman yurak kasalligi haqida qimmatli bilim savatlarini so'zlab berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Sevimli do'stlar, bugungi izlash sog'lom hayot programmamizning endiki sahifasida biz bugungi maxsus temamiz, ya'ni tayinsiman yurak kasalliklari bemorlari yeyishga mos keladigan taomlarning etish usulini o'rgatamiz. Qani amsa diqqatinglar bugungi programmamizning ikkinchi sahifasi, ya'ni sog'lomlik taomlar sahifasida bo'lsin. Yaxshimisilar do'stlar, sog'lom hayot programmasining sog'lomlik ta'mir sahifasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bizda kasal eg'izning kirdi degan so'z bor. Shunga har bir kasallikka nisbatan biz yemak-ichmak alohida diqqat qilib, o'zimizning kasallik ahvoliga mos kelgan taomlarni tanlab yegan vaqtimizda kasallik ahvolidan yaxshi saqlanqil bo'ldi, shundaqla o'zimizning sog'lomligini muqim holatda saqlag'ili bo'ladi.
Shundaq, agar o'zing kasallik ahvoliga mos kelmaydigan taomlarni iste'mol qilgan chaqda, u vaqtda kasallik ahvoli texmo og'irlashib ketishi mumkin. Shundaq. Shuning uchun biz ko'rganlarimizning sog'lomligiga ko'rsatma berish uchun sog'lomlik taomlari sahifasini yo'lga qo'ydik. Programmamizni yoqtirib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men do'stinglar Faxriya Dolqun. Men oziqshunos do'stinglar Maqsuda Umar. Biz sog'lomlik taomlari sahifamizda maxsus do'stlarimiz uchun bir asosiy tomoq, bir qo'shimcha tomoq, undan boshqa umash, sho'rpa, sharbat qatorliq shu taomlarning etilish usulini o'rgatamiz. Maqsuda muallim do'stlarimizga maxsus shu taomlarning payliq taraflarini shundaqla payliq nuqtalarini do'stlarimizga so'zlab berdi. Shundaq, biz ko'rinman do'stlarimizning sog'lomligi uchun azroq to'kib qo'sha olsak, xizmatimizdan to'liq mamnun bo'lgan bo'lardik. Unda bo'lsa Maqsuda muallim tomoq etishni boshlab o'tamdik. Bo'ldi. Oldi bilan shu ko'rinman do'stlarimizga tajisma yurak kasal bemorlarga mos keladigan qarimur, kalgo'sh qo'rimiz tayyorlashni o'rgataylik. Undaq bo'lsa Maqsuda muallim, sizdan so'rab baqsam, bu tomoqni etadiganga qanday materiallar ketadi? Bu tomoqni etadiganga mana ko'rib turganimizdek, qarmor, ya'ni qarmorni avval issiq suvda chilab tayyorlab olamiz. Andan keyin maysiz bo'lgan kalgo'shi yoki buning o'rniga qo'y go'shini ishlasakmi bo'ldi. Andan keyin muvofiq miqdorda kraxmal, andan keyin o'simlik miyi, tuz qatorliq materiallar ketadi. Undaqda Maqsuda muallim, shu hozir etish oldi turayotgan qarmor kalgo'shi qo'rimizningki tajisman yurak kasalligiga qanday foydasi bor tushuntirib berasiz? Bo'ldi. Bugun biz shu tajisman yurak kasal bemorlarga nisbatan hamda qarmor, kalgo'sh qo'rimisini tayyorlashdagi maqsad asosliq rolni bakrak o'taydigani qarmor. Bu qarmorni nuqtliq tunishtirsak, qarmor tarkibida qon nuqtasi paydo bo'lishini kontrol qiladigan modda bor bo'lib, buni iste'mol qilgandan keyin qon suyulib, shu asosliqcha qayliqdagi divanlik, min qon nuqtasi, tajisman yurak kasalligi qatorliq kasalliklarning oldini oldi. Haqiqatan roli intayin yaxshiga. Unda xos bir etib do'stlarimizga ko'rsatib qo'yaylikmi? Bo'ldi. Undan so'ng oldi bilan shu go'shtni to'g'rib olaylik. Go'shtni boshda parchalaymiz. Go'shtni nipizroq yalpoq holatda to'g'rib olsak, tez pishadi. Kalgo'shning o'rniga qo'y go'shti ishlasak bo'ldi ekanda. Odatda qo'y go'shtini tanlagan vaqtimizda maysizroq, qariroq yerini tanlab iste'mol qilsak bo'ldi. Mana go'shtni to'g'rab bo'ldik. Hamda buni taqsiga ilib, buningga muvofiq miqdorda kraxmal, ya'ni denfindan ozroq qo'shib, tuz bilan ta'mlantiramiz. Kraxmaldan ozroq qo'yib elashtiramiz. Men qo'ygan vaqtda go'sht bir xil taxm yeyish aralashtirib ta'mlantiramiz buni. Buninggacha mana tayyorlab olgan qarmormi xili yeyilib, xili erib chirayib tayyor bo'lib qolibdi. Go'sht ta'mlangacha qarmorning bak cho'ng bo'lib ketganlarini azroq kichik to'g'rib olaylik. Qarmorning roli haqiqatan yaxshi-ka. Qarmorning odatda do'stlarimiz iste'mol qilganda ba'zilar buni suvda pishirib, ya'ni sho'rpalarga sap iste'mol qildi. Yana ba'zilar bo'lsa, hozir biz o'rgatgandek mayda qo'rib iste'mol qildi. Yana odatda sovuq say qilib iste'mol qilsin bo'ldi. Mayli qaysi xil usulda iste'mol qilaylik, qarmorningki boyqi biz degan roli yo'qolib ketmaydi. Maymi qizib bo'ldi, qani unda bo'lsa go'shtni silib ko'raylik. Endi go'shtni xilib pishib qolay dedi. Endi mo'rin solamdi. Buzuq mo'rin solaylik. Mo'ringa qat qilmasak pek etildi, Mo'rinni sep ko'rib oldik. Va endi buningga azroq miqdorda tuz qo'yamiz. Shuncha qo'ysak bo'ladimi? Mana nezlik quruqi demak o'rlayotdi. Buni taqsimga olamiz. Mana bizningki mazalik ham sog'lomligimizga foydali bo'lgan qarmor kalgo'shi qo'rimisimi tayyor bo'ldi. Unda bo'lsa Maqsuda muallim sizningki shu ko'rmallarimizga deydigan yana qanday tavsiyalaringiz bor?
do'stlarga tavsiyalarim hamda hamma yemeklikning o'ziga loyiq foydali tarafi bo'ldi. Faqat biz uning miqdorini kontrol qila olsaqlar. Shunga bir qism tamoqlarni foyda qildi ekan deb davomli yeyverishga bo'lmaydi. Biz hamda har xil yemekliklarni qabul qilishga ahamiyat bersak, yemeklikning ko'p xilligini saqlay olsaqlar, badanimizning texnik sog'lom bo'lishiga kapolat qila olamiz. Rahmat sizga muallim. Unda bo'lsa biz bugungi aytgan bu tamoqimizni bir tetib baqaylikmi? Bo'ldi? Ma'qul, mo'rdan tetib baqaylik. Bugun mo'rbak maqtab ketdi, qandaqroq pishdiki. Tam haqiqatan bak yaxshi bo'pti. Uning ustiga bu ham foydali, ham oddiy. Ha. Unda xo'sh do'stlarimiz uyda sinab beqish unutib qolmanglarmi? Sizlarmi uyda o'zinglar qo'l silib itib yiqinglar. Shundaq. Unda bo'lsa bugungi shu tadsima yurak kasalligiga foydali asosiy tamoqni etishni o'rgatib bo'ldik do'stlarimizga. Hamda qo'shimcha tamoqni etishni bir qani unda bo'lsa muallim etish oldi turgan shu qo'shimcha tamoqimizni do'stlarimizga bir tushuntirib aytamdik. Bo'ldi. Qo'shimcha tamoqimiz bo'lsa qo'noq hayday sho'rpisi. Unda xo'sh so'rab baqsam qo'noqningki shu roli qo'noqniki odatda qo'noq tarkibida mo'l bo'lgan to'yinmagan may kislotasi bor. U qondagi mayning quyuqligini tövaltalaydi. Shundaqla uning qon tomirining devoriga chaplashib qolishining oldini oldi. Shu sababdan arteriya qetish, yuqori qon besim bemorlari shundaqla shu tajsima yurak kasal bemorlari davomli iste'mol qilib bersam, muayyan darajada kasallik ahvolini kontrol qilish shundaqla davolash rolini o'ynaydi. Haqiqatan roli intayin yaxshi-ka. Undaq bo'lsa haydayning qanday roli bor? Haydayning odatda qon besimini tushirish, qondagi mayni tuvalatish, shundaqla arteriya qetishning oldini olish roli bor. Hamda hayday iste'mol qilganda shu do'stlarimizga yana bir diqqat qilgan bir nuqtani ta'kidlab qo'ysak, balla yemitayotganlar, homildorlar, andan qalqon simon ba'zi xizmati kuchayib ketganlar, bak ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Bo'ldi muallim, rahmat. Undaq bo'lsa qani tayyorlashni boshlamdik? Bo'ldi. Oldi bilan shu qo'noqni parchalab olamdik. Men parchalayman. Bo'ldi. Bir butun qo'noqni necha parcha qilib parchalab oldik ekanmizda. O'zimizning iste'mol qarab qancha odam iste'mol qildi shuni qarab parchalasak. Qo'noqni parchalab oldik, hamda haydayni odatda haydayni ishlatishdan 2 soat burun suvga chilab qo'yamiz. Mana buni abay biz chilab tayyor qilib olgan. Undan so'ng suvni qaynatib, ikkisini silib pishirsak bo'ldi. Undan so'ng avval başta qo'noqni qaynatib olganmizda. Qo'noqni tez pishadi. Buni haydayni biz uzunroq chilab oldik emasmi? Buni musab tayyor qilib oldik. Odatda shu qo'noq pishqicha qaynasak bo'ldi. Bo'ldi. Undan boshqa ama qo'noq bilan haydaydan boshqa materiallarni samayotganmizda. Yo'q, bunga da tuzmi hech nima samaymiz. Chunki qo'noqning o'zining mizlik bir xil purqi chiqadi emasmi? O'zining ta'mimi xili bir boshqacha, o'zgacha chiqadi. Boshqa narsa qo'shmasaqmi bo'ldi? Chiqsin rangimmek mos kelibdi, shunchalik chiroyli. Mana bizningki qo'noq hayday sho'rpimizmi pishib tayyor bo'libdi. Buni usib baqamdi. Qo'noq haydaylarni qo'noqbek chiroyli pishibdi. Mizlik purqi hozirda ma'qul o'rlayapti buni. Qo'noqni olgandan keyin haydayni. Go'sht bilan sho'rpa qilish shart emasda, shuni aralashtirib ichib bersak ham foydali, ham yeyishlik. Suyini qo'ydik ekanmizda, bu sho'rpaga. Va, degan chiroyli. Mana bizning sho'rpimizmi shunchalik o'xshabdi-a? Ma'lumotda bu so'rab baqsam, shu qo'noqni boshqa usulda yesakmi, foydasi o'xshash bo'laveradimi? Albatta. Odatda biz bugun mana hayday bilan moslashtirib, tajsima yurak kasali qarta foydali bo'lgan sho'rpa tayyorladik. Albatta qo'noqni odatda suvda pishiriblar yoki dumlab yoki yapmalarni qilib, har xil yeyish usuli bor. Mayli qaysi xil usulni tanlaylik, yana badanga foydali roli o'zgarmaydi. Shunday, rahmat muallim. Unda xo'sh biz keyingi qadamdagi, ya'ni sharbatni do'stlarimizga bir o'rgataylikmi? Bo'ldi? Biz bu ham ko'rganlarimizga degan tuqa biz programmamizda asosiy tamoq, qo'shimcha tamoq, shundaqla sharbat qilishni o'rgatamiz deb. Tövanda eng oxirgi bosqich, ya'ni sharbat qilishni o'rgatamiz. Unda muallim qaysi xil sharbatni qilamiz do'stlarimizga bir so'zlab beramdik. Bo'ldi. Bugun bizning tayyorlagan sharbatimiz bo'lsa, maymun shaptili chingsay sharbati. Unda xo'sh bu sharbatning qanday foydali taraflari bor?
Maymun şaptılının odatda oziqlik miqdori bo'lib, uningda vitaminlarning miqdori bak mo'l bo'lib, vitamin C'ning. Odatda buni iste'mol qilganda badandagi zaharni aydash, anadagi immun kuchini oshirish, qon tomir devorini tozalash qatorliq roli ko'rinarli. Onunğa hamda chingsayni qo'shgan vaqtimizda chingsayni ko'pinchimiz bilamiz, uningki qon besimini tushirish, qandagi mayni serish roli va kuchli bo'lg'ashqa, ikkisi birlashgan chaqda texmo shu tanchisiman yurak kasali bemorlari bo'lsin yoki qon besim bemorlari bo'lsin, intayin mos keladigan bir sharbat tayyor bo'ldi. Haqiqatan bir quvvatli sharbatga, undaq bo'lsa boshlab ketamdiq. Bo'ldi. Bugungi bu maymun şaptılının rengi alaydı seriqga. Bu maymun şaptılının türü intayin jiqga, odatda yeşilroq chiqadiganlari, anandan o'roq uzun chiqadiganlari har xillari bor-ku. Chiqilib hamda oziq miqdori jihatda jiq farqlanib ketmaydi, shakli har xil bo'lsa-mu. Hamda buningga az miqdorda chingsayninki ma'u yupurmoq qismini qo'shmayli, suvi ancha chiqib ketmaydi. Ma'u g'o'l qismidan azroq to'g'rab qo'shitaylik. Sıqışma şişesini tayyorlab oldik. To'g'rib olgan maymun şaptılını ichiga solamiz. Odatda iste'molimiz qartam birni yoki ikkini qilsak bo'ldi. Endi chingsayni solib olaylik. Buning hamsi azroq miqdorda suv quyib baqiling. Hasalni tam kirgizish uchun qo'yamdiq yoki buningmi yaxshiroq? Avval ma'ning suvi chiqib baqsa, bir qism do'stlar maymun şaptılını pek achchiq-chuchuk deb qaraydi. Yoki ma chingsayninki azroq qirtaq ta'mim chiqadi emasmi? Bu tayyor bo'ldi. Tet baqamdiq. Tet baqaylik. Rangim shunda chiroyli chiqibdi. Quyuqroq chiqibdi. Shunda achchiq-chuchuk chiqibdi. Ma'am achchiq-chuchuk dedim. Siz tatliroq chishkamroqmi achchiq-chuchukmi? Tatliq. Unda siz bize asal qo'shsangiz bo'ladi. Men işte achchiq-chuchuk amroq Texim tayzopdimi? Maymun şaptılı ezilgandan keyin uningda vitamin C miqdori mo'l bo'lg'ashqa shunday achchiq-chuchuk chiqibdi. Ras. O'sha ichimlik ichishni yaxshi ko'rgan do'stlarimiz amaliyotda uyda o'zimiz shunday sharbatlarni yasab ichsa texim yaxshi-kan. To'g'ri. Hamda sirtdan olgan nurg'ulg'an ichimliklarda chirishning oldini oladigan har xil moddalar qo'shildi. Shunga mayli bolalarimiz bo'lsin yoki cho'nlar bo'lsin İzdaş Sağlam Hayat programımızın 2. sanıda Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq 3. Xalq Doktorxanası Yürek Taşqi bölümüdün